Diqqat, suv fondi yerlarida noqonuniy qurilish qilganlar uchun muhim ogohlantirish. Prezidentimizning 2026-yil 26-maydaga 99-sonli farmoniga muvofiq respublikamiz bo'ylab suv fondi yerlardan maqsadsiz foydalanish va qonunsiz foydalanish holatlari ustidan nazorat kuchaytirilmoqda. Endilikda suv fondi yerlardan maqsadli va oqilona foydalanishga doir masalalar bo'yicha vakolatlar Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligini va suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasiga berilmoqda. Prezidentning mazkur farmoniga muvofiq inspeksiyaga quyidagi muhim vakolatlarni beradigan yangi qonun loyihasini ishlab chiqish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Unga ko'ra, birinchi vakolat suv fondi yerlaridan belgilangan maqsadda emas, aksincha boshqa maqsadda foydalanish holatlarini o'rganib borish hamda monitoring qilish. Ikkinchi vakolat suv fondi yerlarida noqonuniy qurilish qilish holatlarini o'rganish va ularni ko'rib chiqish. Uchinchi vakolat gidrotexnik inshootlar xavfsizligini ta'minlashga doir qonun hujjatlarining ijrosini ko'rib borish hamda nazorat qilish. To'rtinchi vakolat mana shunday huquqbuzarliklarni sodir etgan shaxslarning xatti-harakatlarini ko'rib chiqish va ularning qilmishida agar huquqbuzarlik sodir etilgan deb topiladigan bo'lsa, sudlarga tegishli arizalarni kiritish. Agar inspeksiya tomonidan qonun buzilish holati yuzasidan sudga da'vo arizalari kiritiladigan bo'lsa, davlat bojidan inspeksiya ozod etilishi ham qonun hujjatida belgilanishi bo'yicha topshiriqlar berilgan. Va eng muhimi bilasizmi nimada? Mana shu yerlarda noqonuniy qurilish qilgan shaxslar nafaqat javobgarlikka tortiladi, balki o'sha noqonuniy imoratlar va bino inshootlar qurgan shaxsning hisobidan ham buzdiriladi. Agar sizga ushbu ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, uni barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying hamda izohlarda foydali bo'ldi deb yozib qoldiring.